Hey yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Craft o'zbeklar. Ho'p do'stlar, bugun sizlar bilan Minecraft o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Faqat Minecraft o'ynaymiz, Minecraft. Mana sizlar ham meni kanalimga kirgan bo'lsanglar, rasmidan banner avatarkasidan tushunib olgan bo'lsanglar kerak do'stlar. Bizlar aniq bugun maqsadimiz shu shakilar. Kerak gapni ko'paytirmasdan bizlar ishni boshlaymiz do'stlar. Xo'p, tezroq harakat qilmasak bo'lmaydi akalar, chunki bitta yomon xabarni sezdirman bo'ldi. Farod qildim sevgi bog'ida. Hay! Unutmadim har chog'ida. Hay! Yorordimmi? Do'stlar, o'zlaringizga yorordimmi? Xo'sh, akalar kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar va chiroyligina kommentariya qoldirishlaringizni kutib qolaman do'stlar. Nima deyapman do'stlar, bularni gapni ko'paytirmaymiz, cho'zmaymiz do'stlar. Buzma vaqt ketyapti. Kalla qasam bularni yangi vaqt ketyapti. Baloda xato bo'ladi, baloda. Do'stlar, men demoqchi edim, men Minecraftga juda ham yaxshi qo'shilaman va men qayda bo'lsa Minecraftga o'zim yoqmayman, lekin yaxshi o'ynamayman. Unchalik ham zo'r demayman do'stlar, lekin bo'ladi, yaxshi. Normal demoqchiman. Ya'ni normal emas, hacker emas, go'ram emas, rahmat. Mana shunaqa mana do'stlar, faqat men zapis qilmasdan oldin hammasi yaxshigina ketib turganda, do'stlar. Zapis qilmasdan oldin hammasi yaxshigina ketib turganda, olmayib uchib kelayotgandi sizlarga. To'g'risini aytsam do'stlar. Lekin sizlarga to'g'risini aytsam, men yolg'onni aytsam, bitta like bilan obuna bo'lmayapsizlar. Hozirgina meni hamma xafa qilib yuradi do'stlar. Xo'sh do'stlar, men nima qilishni bilmayman do'stlar. Nima qilsam bo'ladi? O'zim nimaga qo'lyapman akalar? No akalar, endi bizlarga ham shunchagina narsa yetib qolmasa kerak. Shuning uchun biza maqsad bulat bitta toshli kit yasolamiz do'stlar o'zimizga. Toshli kitga tilim sepidan chiqib ketdi do'stlar. Sizlar uchun men ana shu videoni tayyorladim do'stlar. Men bu videoni tayyorlash uchun anchagina vaqt sarfladim, ya'ni 1 soat sarfladim do'stlar. Va telefon noliga 24 soatlab beri o'tirishga to'g'ri keldi. Miyam ketdi, aqlim ketdi, do'stlar demoqchiman, miyam ketdi, aql ketdi, ko'z ketyapti do'stlar. Sizlar qaranglar, qanaqa sizlarning shader yomon o'yinlar o'ynayapman, nima shader epic o'yinlar o'ynab videolar chiqaryapman do'stlar. Chiqaryapman birinchi videomiz do'stlar. Yangi kanalimga Craft 5 obuna bo'lib qo'yasizlar deganman do'stlar. Do'stlar, sizlarga yaxshigina kanal tavsiya qilsam do'stlar, artifak kanalini tavsiya qilaman. Hali unga hamma odam obuna bo'lmagan. Chiqib qaytib tepalardan chiqadi hozirgina. Iltimos sizlar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Mana 1 millionda ham bo'ldi, endi yaqinda 2 millionda ham qilib qo'yaylik, yana rokaxonni. Bir xursand qilaylik, do'stlar. Ya 64 ta ketdi gap bilan do'stlar. Video aniq 4 minut bo'lib ketdi do'stlar, uncha do'stlar. Xo'p, men o'zimning toshli narsalarni qilib olaman do'stlar. Yana do'stlar. Buncha do'stlarda nimaga yana ketga yasadim do'stlar? Yana ketga yasamoqchi bo'ldim. No, endi bizda 4 ta pechgacha yasaymiz. Pechga nimaga bunaqa bo'lyapti? 2 ta bo'ldi, 3 ta, 4 tani do'stlar. 4 ta bo'ldi. Endi esa 4 ta bo'ldi do'stlar. Endi esa men nima qilishni ham bilmayman do'stlar. Mana birinchi kun va birinchi videoni to'liq nima deyapman ular. Mana bu yerda yasamabman gap bilan do'stlar, nimaga? Men shuni hamon o'zi faqat bir ikkita narsalarni yasash esimdan chiqib ketadi. Do'stlar, esimdan chiqib ketadi. Yomon ko'pgina aybga bermaysizlar do'stlar.
Qanaqa bo'lishimdan nazar do'stlar, elita bo'lsa videolarimiz yaxshi sifatlidan sifatli zo'rdan zo'r bo'lib ketadi do'stlar. Axir meni ham tushuninglar. Do'stlar, chakar qilishib ko'ryapman do'stlar. Yana mayda chuydalar. Xo'sh. Anaqa zombirlar ko'ryapman, zombirlar. Ketgan do'stlar, o'sha yoqqa boraylik, balki nimadir chiqar. O'shanaqa joylardan qishloqda o'tsak zo'r bo'lardi. Ikkita zombir qilaymi yo, mol ichki ekan do'stlar. Kalmini olamiz biz ertaga kirib partalarni bo'lsak agar 2-mi, 3-mi, 98-mi, 58-mi qismlarda do'stlar. Hozir albatta do'stlar 4-mi, 5-mi qismlarda uddalab do'stlar. Sizlar podishka qilib tursanglar hammasi bas do'stlar. Bizga ma'lumot podishka qilsanglar agar bitta o'g'limni jarga qilsanglar do'stlar, nima do'stlar? Jarga qilmanglar-da endi. Aytgancha do'stlar, yotiq masalasi hal bo'ladi do'stlar. Yotiqning ham masalasi bor edi. Endi esa shunga men sizlarga foydali maslahatlardan birini bergan bo'lar edim. Xo'sh, endi kremlini olganmiz, a? Qanaqa maqsadlar qo'ydim akalar. Men faqat montajni o'zidan ana videoni qilsam ana bo'ladi. 1 soatlik, yarim soatlik video bo'lmaydi ana. 20 minutlik ham bo'lmaydi. Xo'sh, sal aniqroq, ko'rroq va qanaqadir g'alati va o'zim bilmaydigan so'zlar bilan tanishgan bo'lib do'stlar, o'tib mashhur nima deyapman, tilim uzilib ketsin. Sepidan chiqqandan endi do'stlar nimasidan chiqsin? Qo'ydan chiqsin. Yo akalar, bizlarga cho'chqa o'sha to'g'ri kiymaydi akalar. Chunki bizlarga cho'chqa o'sha umuman to'g'ri kiymaydigan narsa. Shuning uchun akalar bizlar bu cho'chqani o'ldirmaymiz. Shu uchun bo'ldi, nima uchun? Nima uchun akalar? Nima qilsak bo'larkan? Anaqa mola ko'ryapman, demak bizlar ovqatni ham muammosini hal qilsak bo'ladi. Ha. Nima do'stlar, men shu videoda marta adashib ketdim. Qo'yinglar, iltimos do'stlar. Xo'sh, umid qilamanki, obuna bo'ldingiz do'stlar. Xo'sh. Nimaga do'stlar? O'zini bo'lsa ham birinchi kiyimni yasab olishimiz kerak do'stlar. Birinchi kiyim yasab olsak, birinchi kun va birinchi daraja ancha qo'rqinchliroq bo'lib o'tadi, chunki moblar bilan do'stlar shunaqa gapni tushundinglar do'stlar. Hop, mayli. Endi bizlar o'zimizga bir tuzukroq kon topishimiz kerak. Anadan tog' ko'ryapman katta, anaqa qo'ylar. Yana manaqa bir o'zi qolib ketgan daraxt. Konga tushib ketishimga sal qoldi. Shu bir tuzikon chiqmayapti-da do'stlar. Tuzikon. Xo'p, mana tuzikonga o'xshayapti. Hajimdan ham tuzikon ekan do'stlar. Umid qilamanki, balki ana tuzikon. Tuzikon bor ekan do'stlar. Mana bu yerdan do'stlar ko'mir olamiz aytdingki. Ana shu ko'mir ana do'stlar. Ko'zim yaxshi ekan. Ko'zim mana ketyapti deganimni endi sizlar o'xshata olmasizlar. O'shanga. Nega? Nimaga? Mana do'stlar yotog'ini yasaymiz. Ko'zini bo'lyapti. Xo'p do'stlar, chiroq yasaymiz. Xo'p, mana ko'jinimni ham yasadim, chunki olib ketdilar. Xo'p, endi chiroqlarimizni olamiz. Bundan nimadir topishimiz kerak do'stlar. Bundan narsalarni qidiramiz. Mana bu yerda nima bor ekan? Davoga o'xshayapti, ichim sezyapti. Men nimalarni sezar yana do'stlar aytib qo'yinglar-da. Yana nimalarni sezar ichim? Akalar, so'rsangiz ham sizlarga boshim qotib ketdi. Bag'dan qo'yiraman bir do'stlar. Bag'dan qo'yiraman. Boshim yaxshi bo'lib qotdi do'stlar. Mayli akalar, bizlar ko'mirlarni olib ketamiz. Har ehtimolga qarshi yaxshigina narsalarga kerak bo'ladi. Parod qildim sevgi bog'ida. Nima bitta o'sha xizmat aytdim do'stlar. Sizlar boshqa aytamiz. Yuragim to'ldi mana. Bu qalbim o'ldi mana jononim. Yuragim bo'ldi-yu, o qalbim xatodir jononim. To'g'rimi? Hay, do'stlar. Qolganini bilmayman-da, bilsam aytardim. To'g'risi do'stlar. Muncha do'stlar.
Xo'sh. Kecham tushibdi. Mayli, bizlar uxlab yoramiz. Ana endi do'stlar, nima qilsak bo'lar ekan? Xo'sh. Mana bu toshlarni olyapman. Oldim. Nimadir bo'ldi do'stlar. Xo'p. Hozir qilamiz. Ana do'stlar olindi. Endi nima qilishimiz kerak? Mana bu yerni yopamiz. Mana bu yerni ham yopamiz do'stlar. Xo'sh. Mana shu yerni ham yopamiz. Do'stlar, bugunga yetadi deb o'ylayman do'stlar. Agar fikringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. 50 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Va like bosib ham qo'yinglar do'stlar. Bu videoni ko'rib qanday like bosmaslik mumkin? Shuni pastga ko'ring do'stlar. Ana subscribe bilan ana like bor. Like bor do'stlar. Do'stlar, bo'lmasa bo'pti, sizlar bilan keyin ko'rishamiz. Videolar chiqib turadi do'stlar. Ikkinchi qismini xohlasanglar. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'ling. Agar ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, kommentariyga yozib qoldiring do'stlar. Tezroq 50 ta bo'lishimiz kerak. Darhol qo'llab-quvvatlab turing. Xayr do'stlar. Sog' bo'ling.